Izohlarda kelgan savollar: ustoz, meni ichki qalbimda xotirjamlik yetishmayapti yoki bo'lmasam ustoz qanday qilib farzandim bilan munosabatlarimni yaxshilasam bo'ladi degan turli xil savollarga o'zimiz tushadi. Bularning barchasi inson haqiqiy baxtni izlayotganini bildiradi. Ya'ni sizda savol tug'ildi, sizda muammo bor, siz unga muammo deb qarayapsizmi? Demak, siz ich-ichingizda baxtni izlayapsiz, baxtli bo'lishga intilyapsiz va baxtni xohlayapsiz. Haqiqiy baxt sizni vaziyatlarga, voqealarga nazaringiz bilan belgilanadi. Deylik, siz chiroyli oppoq kofta kiydingiz, choy ichish uchun ovqatlanishga bordingiz, egningizda oppoq liboslar va sizni egningizdagi kiyimga ofitsiant yoki o'sha yerda turgan dugonangiz kofe to'kib yubordi. Siz boshqacha kayfiyatdasiz, ovqatlanishdan chiqib yana qayergadir borishingiz kerak edi. Sizni bu vaziyatga munosabatingiz sizni ichki potensial baxtga munosabatingizni ko'rsatib beradi. Ya'ni agarda ustingizga to'kilgan kofe yoki ovqatning tomchilaridan jahlingiz chiqib, asabiylashib, bu butun kuningizga ta'sir qiladigan bo'lsa, demak sizda baxt gormonlari anchayin kam ekanligini bilish mumkin. Ya'ni sizni tanangiz baxtni emas, balkim stressni ishlab chiqarayotganligini. Aksincha, demak bu yaxshilikka bo'ldi. Borib boshqa kofta kiyaman yoki demak shunday bo'lish kerak ekan. Vaziyatdan o'zingizni olib chiqish shaklingizga qarab, siz o'z hayotingizda baxtni kashf qilasiz. Shuning uchun ko'pincha psixolog mutaxassislar aytishadiki, baxt sening ichingda, baxt seni fikrlaring bilan, hissiyotlaring bilan bog'liq, haqiqiy baxt bizning ilmimiz bilan bog'liq deyshadi. Baxtni his qilish siz voqealarga nazaringiz belgilab beradi. Aynan nazarni to'g'rilash uchun nima qilish kerak? Savollar juda ko'p. Ustoz, qanday qilib ichimda kelayotgan negativ fikrlarni to'xtatsam bo'ladi? Qanday qilib o'y-xayollarga stop bersam bo'ladi? Tinimsiz o'ylayveraman, erim xiyonat qilayotgan bo'lsa-chi, farzandim bilan biror yomon voqea bo'lsa-chi, yoki kasal bo'lib qolsam-chi, ota-onamdan ayrilib qolsam-chi degan qo'rquvlar bezovta qilish haqida kommentariyalarda o'zingiz ham o'qigan bo'lishingiz mumkin. Bular aynan baxtni idrok qilishda bizning tasavvurimizni, bizning fikrlashimizni, biz dunyoni qabul qilishimizni xalal berayotganlik bilan bog'liq. Ya'ni siz dunyoni ko'rish shaklingiz, ko'zoynagingiz bir so'z bilan aytganda sizga xalal beryapti. Demak, nima qilishimiz kerak? Albatta ana shu ko'zoynakni alishtirish kerak. Bu ko'zoynakni alishtirish uchun men sizga bir kunlik maxsus darslikni tayyorladim. Aynan kelayotgan 13-aprel sanasida 20:00 da Telegram sahifamda Ego detoksiya deb nomlangan bir kunlik darsni tashkil qildim. Bu dars jonli va mutlaqo bepul. Siz ushbu darsda ishtirok etish orqali aynan ongingizda kechayotgan baxtga talpinish va noto'g'ri kiyib olgan ko'zoynagingiz sababli ana shu talpinayotgan baxtingizga erisha olmayotganligingiz sabablarini aniqlaymiz va bu bo'yicha sizga maxsus qo'llanma va topshiriqlarni taqdim etamiz. Shunday ekan, hoziroq meni Telegram sahifamga o'tib oling. Sahifam silkasini esa izohlarda qoldiraman. Sahifamda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.